Kimdir sal kam 70 ming dollarga poytaxt markazidan yaxshigina kvartira yoxud yangi zamonaviy avtomobil xarid qiladi. Ammo dunyodagi eng antiqa giperkarlardan biri hisoblangan Apollo Intensa Emazioni egalari bunday katta summani hech o'ylanmasdan mashinaning bitta detali gaz chiqarish quvuriga to'lab yuborishadi. Xo'sh, bitta temir truba nega bunchalik dahshatli pul turadi? Like ayamang, hozir aytib beraman. Gap shundaki, Apollo IE ning orqa gaz chiqarish tizimi zavodda oddiy payvandlash usulida yig'ilmagan. U o'ta yuqori haroratga bardosh beruvchi noyob titandan foydalanilgan holda maxsus lazerli uchli printerda hech qanday choklarsiz yaxlit bitta detal qilib bosib chiqarilgan. Uning orqa uchlari xuddi ochilib turgan gul barglariga o'xshaydi. Ushbu murakkab nafis va aerodinamik shaklni oddiy dastgohlarda yasashning jismonan imkoni yo'q edi. Bu titan mo'jizasi faqatgina chiroyli ko'rinish uchun xizmat qilmaydi. U giperkardagi 780 ot kuchiga ega quturgan atmosferali V12 motoridan chiqayotgan dahshatli issiqlikka bemalol bardosh beradi va eng asosiysi, yirtqich motorning na'rasini xuddi opera musiqasidek toza jarangdor va simfonik darajada taratib beradi. Ovoz shu qadar baland va tiniqki, u tom ma'noda odamning etini jimirlatib yuboradi. Shu sababli 70 ming dollarlik bu detal oddiy ehtiyot qism emas, u avtomobil sanoatidagi san'at asarlaridan biri hisoblanadi.